Bugungi kunda juda ham katta kvadratli kvartiralar juda ham ko'p. Afsuski, ular hammasi ham sifatli emas. Bu kvartiraga ko'rayotganingizdek juda ham sifatli tarzda remont bo'lgan. 125 metr kvadrat bo'ladi. Adresimizda Rudaki joyida joylashgan, ya'ni vokzal. Biz obzorni boshladik. Oxirigacha ko'ring, yaqinlarga ulashing. Qarab turayotgan joyingiz bo'ladi. Mehmonxona, o'tiradigan zonasini qarang. Narx 15 kishiga mo'ljallangan. Bu yerda kattakon TV'miz bor. Kvartiramiz neoklassika uslubida remont bo'lgan. Va kvartiramiz bo'ladi novostroyka, kirpichli. Bu yer bo'ladi kichkina uchun jurnalli stolik, bemalol har ertalab qarab o'tirib, bemalol kofe ichsa bo'ladi. Ketdik biz keyingi xonamizga. Bu yer bo'ladi bizning prixoji koridor va albatta kvartiramizning yuragi bo'ladi. Oshxonasi juda ham keng, kattakon. Albatta o'tiradigan zonasi ham bor. Bu yerda bizning plita, moyka, o'tiradigan mягкий zona, вытяжка, холодильник hammasi bor. Xo'sh, keyingi xonamizga yo'lamiz. Bu yerda bo'ladi bizning shkafimiz. Qarab turibsiz, juda ham kattakon, oppog'ina kvartiramiz. Bu yer bo'ladi kattalar uchun yotoqxona. Umuman bemalol kattagina kvartira, hamma mebel jihozlar bor. Qarab turibsiz, termo, divan va albatta shkaf, televizorlar ham bor. Juda ham ideal tarzda remont bo'lgan, odamning havasi keladi. Hammaga buyursin. Va albatta bu yerga 2 kishi mo'ljallangan, bolalar uchun yotoqxona. Kvartiramizda 4 xona bo'ladi. Albatta bu yer bolalar uchun va bu yerda jajji qizaloqlar uchun albatta yana bitta xona. Kvartiramizda ikkita razdelniy sanuzel tushgan. Bu yer bo'ladi bizning prixoji koridor, prixoji eshigimiz va bu yerda bizning birinchi sanuzelimiz. Qarab turibsiz, hamma jihozlari bor. Rakunaga e'tibor bering va bu yerda albatta unitaz hammasi bor. Kvartiramiz bo'ladi двухконтурный, теплый pol va albatta radiatorlari ham bor. Kvartira kimga qiziq bo'lsa, yaqinlarga ulashamiz, pastdagi nomerlarga aloqa chiqamiz. Hammaga rahmat.